Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlarga o'zimni yaxshiroq tanishtirmoqchiman. Hech bu haqida gaplashmagan ekanmiz, o'ylab qarasam, gaplashgan bo'lishimiz mumkin. Videolar ko'p, ularning orasida ozgina o'zim haqida gapirib bergan bo'lishim mumkin. Ba'zi narsalarni bugun aytib bermoqchiman, ya'ni sizlar bilmasliginglar mumkin bo'lgan juda ham kam sonli odamlar bilishi mumkin bu narsalar haqida. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, YouTube kanalimni jonlantirib ko'proq aktiv bo'lishga harakat qilyapman. Shu uchun ham video olmoqchiman, shu uchun ham sizlar bilan yaqin bo'lib gaplashmoqchiman. O'shaning uchun sizlarga oldindan aytib qo'yishim kerak, bu videodan qanaqadir bir Polsha haqida, student viza haqida yoki Yevropa haqida ma'lumot kutmanglar. Bu oddiy, haligi ruschada aytganda dushevniy deydi, shunaqa suhbat bo'ladi. Kimdir qiziqqan bo'lsa kirishi mumkin, chunki o'zimga shu turdagi videolar juda ham yoqadi. Umuman ko'rish ham, bundan tashqari shunaqa turdagi video, ya'ni uzun va unaqa montajga ko'p e'tibor berilmagan, asosan shu gaplarga, video olayotgan odamning gaplariga e'tibor berilgan videolar menga juda ham yoqadi. Hozirgi paytda ochig'ini aytganda juda ham qiyin narsa bu, chunki hamma Instagramda, Shortsda, TikTokda bo'lib ketdi. Ya'ni fokus yo'qoldi odamlarda, konsentratsiya qilish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Videolar 30 sekund, 1 minutlik bo'lib ketdi. Xohlasangiz o'tkazib yuborasiz. Hozirgina ko'rishni xohlamasangiz, u juda ham oson bo'lib ketdi. Hozir ham bilmayman necha kishi video ko'rishga kirdi. Shu paytgacha necha kishi chiqib ketdi videodan. Mayli. O'sha aytganimdek, bugun men haqimda gaplashamiz. Qiziqishlarim nima, shu paytgacha qiziqarli voqealar qanaqa bo'lgan, hayot qanaqa o'tgan, shu narsa haqida ozgina aytib beraman. Men o'zi Farg'onadanman, O'zbekiston Farg'ona viloyatidan. Qo'qon shahrida tug'ilganman, Farg'onada katta bo'lganman. Esinglarda bo'lsa, oldin o'zim haqimda degan videoim bor edi. U juda ham birinchi videolarimdan umuman kamerada gapirishni bilmaganman, shu uchun hozir private qilib qo'yganman. Boshqatdan shu videoni olib sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Farg'onada katta bo'lganman, maktabda o'shda o'qiganman. Meni hayotimda juda ham katta o'rin egallagan narsa bu sport deb o'ylayman. Esimda maktabga 6 yoshdan borganman. 1-sinfga borishim bilan dadamlar meni sportga berganlar. Boks bo'lgan. O'zimiz maktabimizda o'sha soat 4-5 lardan 6-7 largacha o'sha 2-3 soat davomida boks bo'lar edi. To'garaga o'zimizni trenerimiz o'tardi, Maqsad domla edi ismi, hozirgacha esimda. Hamma tanirdi, hurmat qilardi. O'shundan boshlangan. U yerdagi eng kichkina bolaman bo'lganman. Tushunishingiz uchun zalga majbur borar edim. Katta akalarning yonida yurardim. Hech qachon, mana yana bitta narsani aytib o'tganda, hech qachon o'zimdan kichkinalar bilan yurmaganman. Shu ham menga juda ham katta ta'sir qilgan deb o'ylayman. To'g'ri, gap yoshda bo'lmasligi mumkin, lekin aksar hollarda ko'rsanglar, sizdan 2 yosh katta bolalar sizdan ko'proq narsa bilishi mumkin. Shu narsalar juda ham menga yordam bergan kichkinalik paytimda. Shu boksga borgan paytim o'sha kichkina bo'lganman, borishni xohlamaganman, lekin majbur borganman, chunki ota-onam shu majburlab berishgan va bunga men rahmat aytaman hozir. Umuman faqat u uchun emas, men yoshligimda erkin o'sganman desam bo'ladi. Ya'ni qanaqa ma'noda erka bo'lib emas, oilada bitta farzand masman ham, ya'ni ko'pincha bitta farzandlilar yoki kenja farzandlar erka bo'lib o'sadi, to'g'rimi? Hamma buni tan olsa kerak. Lekin bizda unaqa bo'lmagan. Ya'ni erkin deganda qanaqa? Meni xohishlarimga doim ota-onamlar qarshi chiqmaganlar. Doim meni xohlasam, o'zim xohishimga qarab, даже ularga bu minusga ishlasa ham, mayli, sen shuni o'qimoqchimisan, shuni qilib ko'rmoqchimisan, qil deb doim meni qo'llab-quvvatlab kelganlar. Shu uchun rahmat aytmoqchiman bu videoda. Doim meni video, даже hozirgi YouTube kanalimni ham doim ko'rib, qo'llab-quvvatlab, o'zlarini
fikrlarini bildirib borishadi kommentariyada, ba'zida o'zimga aytishadi zo'r video chiqibdi yoki mana shu joyini sal noto'g'ri gapirib qo'yibsan boshqa deb gapirishadi. Man inglizchada aytganda I'm grateful to have such parents deydi-ku. Ya'ni shunaqa ota-onam borligidan men juda ham shukr qilaman. O'zlariga ayta olmayman. Ko'pchilik bolalar ayta olmasa kerak baribir. Doim shu qo'llab-quvvatlaganlari uchun shuna majbur bo'lib boksga bilmayman qancha vaqt borganman, chunki juda ham kichkina bo'lganman. Uydagilar o'sha nima edi bu qanaqadir musobaqaga chiqsin, boshqa deb berishmagan. Sog'lom bo'lsin, ko'chada qanaqa yurishni bilsin deb berishgan va bu meni lifestyle'imga aylanib ketgan, hayot tarzimga aylanib ketgan o'z-o'zidan. Hozirgacha ham birorta sport bilan shug'ullanmasam tura olmayman. Bundan tashqari boksdan boshlaganman, undan keyin hamma bolada, o'g'il bolalarda bo'lsa kerak, maktab payti futbolga qiziqish. Futbolga borganman, Farg'onada Dizshaga, Detskiy sport shkolaga. Farg'onalilar bo'lsa bilishlari mumkin. Shu yerda hamma futbol trenerlar shu yerda edi. Stadionlar ham juda ham kam edi u paytlar. Endi men aytayotganim 3-4 sinfliklarim. U paytda siz 10 yosh, 11 yosh bo'lasiz. 2014, 13, 15-yillar atrofi. Futbolga borganman. Futbolga lekin ko'p borganman. Asosan yozda borardim. Maktab payti ham borar edim. O'zimiz smenamga to'g'irlab. Xullas shu futbolga borganman. Undan keyin nimaga borishni boshlaganman? Esimdan chiqib qoldi nomi. Rukopashniy bo'yiga borishni boshlaganman. Ya'ni qo'l jangi o'zbekchada aytganda, u yoqda polniy kontakt o'rgatardi, ya'ni qanaqa o'zini himoya qilish, qanaqa urushish, ya'ni u yoqda oyoq ishlatish ham, qo'l ishlatish ham, barba, hamma narsani o'rgatardi. Shu uchun menga u joy juda ham yoqardi. U yoqqa ham qandaydir ma'noda majburlanib borardim. Agar bormasam daram so'kardilar. Nimaga bormayapsan deb. Shu uchun men u yoqqa orada majbur bo'lib borardim. Tushunishinglar uchun haftada 7 kun borardim. O'qishim, keyin orada repetir ham qo'shganman. Va lekin u joyga 6 oy atrofida borganman, lekin 1 yilga yetmagan. Va ozgina borganimdan keyin shu 7 kun borardi, ya'ni 7-kuni cross bo'lardi. 6 kun oddiy trenovka bo'ladi. Soat 5 da esimda, chunki maktabdan kelib srazu ketardim. Obeddan keyin o'qirdim. Choy ham ichmasdim, chunki choy ichsangiz yaxshi trenovka qila olmaysiz. Juda ham sizga xalaqit beradi. Uyga 8-9 da kelib, shunda ovqatlanardim, o'tirib, esimda juda ham holsiz yurardim. Maktabga ham borganda uyqum kelardi, chunki kechqurun charchaganman. Lekin bu narsalar sog'lom hayot bo'lgan. Yaxshi charchash bo'lgan, boshqa begor narsalarga vaqt bo'lmagan umuman. Bu video ozgina uzun bo'lib ketishi mumkin, lekin eshitasizlar degan umiddaman. Bilmayman, bir kishi eshitsa ham men gapirishim mumkin. Bilaman, eshitadiganlar bo'ladi. Shu uchun gapirishga qaror qildim. Xullas 7 kun bo'lardi. Bu ham meni hayot tarzimga aylanib ketgan. Uydagilar aytishmasa ham o'zim borishni boshlaganman. O'zi bormasam orada yangi yilgami, men qachon tushunganman o'sha lifestyle'ga aylanib ketganini, buni yangi yilga 3-4 kun dam bergan. O'sha 3-4 kun chiqmagan paytim men his qilganman, shu menda nimadir yetmayapti. O'zi 3-4 kun xolos, ya'ni mazza qilib dam olsa bo'ladi. Lekin shunda tushunganman, shu sport yoki aynan mana shu sport, o'sha zal, akalarim, o'rtoqlarim, trenerlarim menga juda ham kerak bo'lgan o'sha paytda. Shundan keyin hech kim majburlamasa ham chiqishni boshlaganman, seryozni olishni boshlaganman. Endi bu qaysi yillar haqida gap ketyapti? 2017-yillar.
2017-2018 joyga borishda afsuski to'xtatganman. Nima sabab desanglar, boshqa uyga ko'chib ketganmiz. Uy uzoqroqda bo'lgan. Uyimiz yonida zal bo'lmagan, bo'lsa ham menga yoqmagan, lekin yonimizda o'sha stadionlar ko'payishni boshlagan, futbolga ham yaxshi sharoitlar boshlangandan keyin yonimizda Istiqlol stadioni bor edi. Yana aytaman, Farg'onalilar bo'lsa, o'sha stadionning yonida yashayman, uncha uzoq emas. O'sha yerga keyin trenovkaga chiqishni boshlaganman. Yana futbolga qaytganman. U yoqda yaxshi o'ynardik. O'rtoqlarim ko'p edi u yoqda ham. Futbolni seriozniy olishardi. O'sha biz o'smir yoshiga yetib qolgan edik. Shu sababdan bizni komandada termada o'ynaydiganlar bor edi. O'zini U17, U16, U18 o'sha yoshlardagi termaga chaqirgan bolalar bor edi. Men center back o'ynardim, ya'ni centralniy защитник bo'lib. U paytda ham qanchadir yurganman u stadionda ham. Undan keyin qanaqa bo'ldi? Undan keyin futboldan keyin o'qishni tanlashimga to'g'ri keldi. Ya'ni o'sha yoshim katta bo'lib qolgandi. Maktabdan keyin sportga emas, bo'lib repetirga borishim kerak edi. To'g'risi 9-sinf bo'lgan paytim 9 bo'lishimga dadam aytganlar, shunaqa litsey bor ekan, harakatingni qilib kirasanmi deyishgan. Bu Farg'onadagi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi qoshidagi litsey bo'ladi. Hamma viloyatda bor, adashmasam. Yangi ochilgan edi, ya'ni avvallari boshqa nomda edi, keyin Ichki ishlar qoshiga o'tgan. O'sha universitetga, o'sha litseyga kirishga qattiq bel bog'laganman. Kirishga shu o'zimni maqsad qilib qo'yganman. Bu shu sentyabr-oktyabr oylarida, ya'ni 9-sinfda o'qish boshlangan yili. U payt nechinchi yilga to'g'ri keladi? 2019 ga to'g'ri keladi. Keyin biz 2-kurs bo'lgan paytimiz birning oxirlariga karantin bo'lib qolgan 2020 da. 2019-yili xullas endi tarixga borishni boshlaganman. Ingliz tilim o'zi yaxshi edi. Endi ichki ishlarga kirish uchun ona tilida adabiyotni zo'r bilishingiz kerak. Undan tashqari shu, ya'ni diktant yozasiz, normativlari bor sport tarafdan. Ularga tayyorlanishni boshlaganman, yugurishni boshlaganman, turniy tortinish, uzun masofaga yugurish bor, qisqa masofaga o'sha vaqtga yugurish bor. Shu narsalarga tayyorlanib juda ham ko'p bolaning ichidan o'zim ham ishonmaganman. Ya'ni bosqichma-bosqich o'tib ketib, medkorigi bor, yana aytib o'tishim, psixologik testi bor, siz bilan suhbat qilishadi. Shu narsalarga bosqichma-bosqich tayyorlanib, bilmagan holimda o'tib qolganman. Ya'ni juda ham o'zimni zo'r o'qiyman deb o'ylamasdim, chunki o'rtoqlarimni ko'rardim, o'sha repetirga borganda har xil joylardan kelib, tarix, adabiyot, ona tilini shunaqa zo'r o'qishardi. Ulardan ko'ra meni sharoitim ko'proq edi. O'qimayapman deb o'zim baribir iloji boricha push qilaverardim. Keyin o'tib qolganman. O'sha nimaga, litseyga kirganman. Litseyga kirib 1 yil o'qiganman. To'g'risi ozgina menga yoqmagan. Ya'ni odamda o'zini preferensi bo'ladi-ku. Ya'ni o'zini xohishlari bo'ladi-ku. Menga to'g'ri kelmagan. Men kelajagimni ko'rmayapman u joyda o'qib. Keyin yana dadamlarga aytganman, o'sha 2-kurs bo'ldim, karantin, 2020-yil shu sentyabr. Aytganman, ham litsey 3 yil edi. 3 yil o'qishim kerak bo'lardi, ya'ni 2 yil o'qishim kerak bo'lardi. Dadamlarga aytganman, men shunaqa xohlamayapman bu yo'nalishga ketishni deganimda, nimaga bo'lmasa kirding deb baribir endi aytishgan, so'rashgan. Keyin men qiziqqan edim, keyin ichkaridagi baribir holatni ko'rib, unchalik yoqtirmadim deganman. Shunda dadamlar baribir nima qilmasdan, "Yo, o'qiysan, bitirasan" deyishmaganda, "Bo'pti, o'zing xohlayapsan, chiqarib olaman." To'g'ri, endi jahllari chiqqan, boshqa bo'lgan, hamma ota-onada bo'ladi-ku. Shunaqa bo'lib, keyin yana ko'nglimga qarab, maktabga qaytganman. 11-sinfdan keyin
11:30 desa ham bo'ladi. Maktabda o'qib bitirganman. Hali ham qayerga topshirishimni bilmayman. Keyin ingliz tili bilan matematikaga borishni boshlaganman. O'sha tushunishingiz uchun litseydan men chiqib ketgan yili faqat 2 kishi chiqib ketgan. Ya'ni men bitta bo'lganman va boshqasi bitta qiz bo'lgan. Qiz bolalarni ham olardi, lekin 10% xolos. Ya'ni siz aytaylik 200 ta o'g'il bola oladigan bo'lsa, 20 ta qiz bola oladi xolos. Bitta qiz chiqib ketgan, shaxsiy sabablarga ko'ra ajoyib ish bo'lgan, ajoyib yil bo'lgan. Keyin hali qayerga topshirishimni bilmayman. O'zim shu matematikaga, iqtisodga qiziqqanim uchun endi boshqa fanlardan ko'ra shu yo'nalishga qiziqardim. Matematikaga borishni boshlaganman, ingliz tili borardim. Ingliz tiliga keyin ikkalasini olib ketib, ingliz tiliga qiziqishim ko'payib ketib qolgan. Shunda uydagilardan so'raganman, shu chet elga o'qishga ketmoqchiman. IELTS bo'lganimdan keyin 2021-yilda bu 2021 bahorida so'raganman. Keyin universitetlar qidirib ko'rganman. Ya'ni ularni rozi qilish uchun siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak-da, o'zingizdagi xohishni ko'rsatishingiz kerak. Hozir paytda ba'zi odamlar o'sha menga yozadi, nima qilay, uydagilar ko'nmayapti, eplab keta olamanmi deb o'ylaydi. Menda hech qachon unaqa xayol bo'lmagan, eplab keta olarmikinman deb o'ylamaganman. Kichkina bo'lganman, to'g'risi 17-18 yosh bo'lganman Polshaga keladigan paytim. Lekin hech qachon bir borib qaytib ketish, qiyin bo'lsa qaytib kelaman degan narsalar bo'lmagan. Nima bo'lsa ham o'sha yerda qolaman deb o'ylaganman. Hozir yozishadida, men aytaman odamlarga lutf kelmang deyman. Chunki O'zbekistonda bo'lib turib ikkilanyapsizmi? Siz bu yoqqa kelib har xil kun bo'lishi mumkin odamda. Bu yoqqa kelib chidamasdan qaytib ketishingiz mumkin bo'ladi deb aytaman o'zlariga. Shunaqa keyin ko'ndirish uchun shu universitetlarni ko'rganman. Nimalar kerak, qaysi davlatga borsam men отказ olmasdan, ya'ni ko'proq foiz bilan viza olamanda, shtob men sarflagan pulimga kuyib qolmayman, achinib qolmayman deb o'ylaganman. Keyin qarashni boshlaganman. To'g'risi u paytda o'zim topshirishga unchalik tushunmas edim. O'rtoqlarim yaxshi tushunishardi, sababi ular avvaldan chet elga ketaman deb yurardi. Men 11-sinfda 2021da bitiryapman. Nima bo'lyapti? IELTS'ni shunda olyapman-da. Keyin avvaldan chet elga ketishga qiziqardim, lekin uydagilar yo'q deyshadi deb o'ylardim. Video ko'rib yurardim shu karantin paytlari, chet el haqida, qaysi universitetlar zo'r, qaysi davlatga borish oson, shularni ko'rib yurardim, lekin hech aytib ko'rmaganman uydagilarga. Keyin o'shunda 21-yil xullas keyin qarayapman qaysi universitetlarga borsa bo'ladi. Lotsni ko'rib qolganman. Agentство bilan ishlashga majbur bo'lganmiz, chunki bilmas edim bu sferani unchalik yaxshi. Keyin agentstvani Telegramdan ko'ryapman, qaysi universitetlar bor, qaysi davlatlar bor. Shu Malayziya, Janubiy Koreya, Yevropada o'sha Latviya, Litva, Polsha oson ketish mumkin bo'lgan, ya'ni shu katta ehtimol bilan viza beradigan davlatlar deb ko'rsatyapti. Menga eng yoqqani shu Polsha bo'lgan. Koreya ham bo'lgan, lekin Koreyaga ketish qimmatroq edi va hali elchixonasi ochilmagan edi. Karantindan endi ochilgan paytlar. Shunda Polshaga harakat qilaman deb uydagilar zo'ra ko'ndirganman. Shunaqa qilib oxiri Polshaga kelganman. Shu narsalar haqida bugun gaplashmoqchi edim. Hozirgi paytda masalan sportni yana tugatib qo'yadigan bo'lsam, hozirgi paytda juda ham yugurishga qiziqib qolganman. Umuman menga aktiv bo'lish yoqadi. Ya'ni ozgina qanchadir vaqt bo'lmay qolsa, jismon tarbiya bilan bir shug'ullanmay qolsam, o'zimni bir boshqacha his qilaman. Xuddi jismonan zaiflashayotgandek his qilaman. Shuning uchun har xil sportlar qilib ko'raman. Futbolga boraman, boshqa zalga boraman. Hozir asosan kelganimdan keyin zal boshlaganman to'g'rirog'i. Hozir endi zalim ozgina yoqmayapti. Yana o'sha kickboxing, shunaqa martial arts deydi-ku, shunaqa
sport turiga borishni plan qilyapman. Faqatgina bitta muammo bor. Zreniyam ozgina pastroq, o'zinglar bilasizlar, videolarda ochki bilan video olaman. Yashirib o'tirmayman. Shu paytgacha ko'p narsani baribir samosenzura deydi-ku, o'zini o'zi nima qilasan gapirib deb ko'p narsa aytmaganman, lekin men o'ylayman aytishim kerak sizlar bilan yaqin bo'lish uchun. Ya'ni bitta chiroyli ibora borku, qalbdan chiqqani qalbga boradi deb. Men unaqa gaplarni zo'r bilmayman. Prosta eshitib qolganman. Ya'ni men agar ich-ichimdan gapirsam, sizlar ham menimcha shunaqa qabul qilasizlar deb o'ylayman. Shu eye vision, ya'ni ko'rish qobiliyati ozgina pand beradi. Boshqa sportga borishga, bo'lmasa allaqachon boshqa sportga o'tib ketgan bo'lardim. Hozirgi paytda yuguryapman. Strava ishlataman, application bilsanglar, ya'ni dastur. Uni App Store'dan ham yoki Play Marketdan ham yuklab olsanglar bo'ladi. Men u yoqda o'zimni nimani ochdim, ya'ni o'z running club ochishingiz mumkin. Run Rise degan club ochdim. Uni linkini pastda qoldirib qo'yaman. Agar mabodo oranglarda videoni shu joygacha ko'rgan, yugurishga qiziqadigan odamlar bo'lsa, u yoqqa kirib, bizni challenjlarimizga qo'shilishinglar mumkin, o'zingizlarning progressinglarni share qilib ketishinglar mumkin. Buguncha shular. O'zi ko'proq xayollar, ya'ni fikrlar soat 10 dan keyin keladi deydi. Shu gap to'g'ri menimcha. Xullas shunaqa men hayotimni dokument qilib borishda davom etaman. Aslida jurnal yuritaman, shu narsa yozaman, ya'ni kunim qanaqa o'tgani, har xil narsalar yozishim mumkin. Nima uchun men shukr qilishim kerak, shunaqa narsalar yozib boraman. Jurnal bilasizlar-ku, ko'proq yoshlar biladi. Hozir urfga aylangan, ko'pchilik aytadi jurnal yuritish kerak. Masalan, даже siqilsang ham shuni yozsang o'tib ketadi deydi. Bu menda oddiy hol, ya'ni men birov aytgani uchun qilmayman. Menga shu yoqadi, qanaqadir o'zimga majbur jurnal yuritishim kerak yoki kuniga 4 litr suv ichishim kerak deb qilmayman. Prosta o'zimga yoqqani uchun yozaman. Ba'zida yozgim kelmayapti, yozmayman. O'zimni majburlab ham yozmayman, ya'ni har kuni jurnal qilishim kerak demayman. Ba'zida oylab yozmayman u jurnalga. Xuddi shu narsalarni yozaman, ya'ni. Endi videoga ham olib saqlanib qilib qo'yishga arziydi deb o'ylayman. Shuning uchun videoni shu paytgacha ko'rgan bo'lsanglar, qancha bo'lib ketdi o'zi? 20 minutdan oshib ketibdi. Men o'ylagandim yarim soatdan oshdi deb. Gapirsam bo'lar ekan, desam hazil. Video ko'rganinglarga rahmat. Keyingi videolarda yana gaplashamiz. Keyingi videolarga o'zingizlar fikr yozib qoldiringlar, nimalar haqida ko'rmoqchisizlar. Ko'proq shunaqa video qilganim qiziqmi yoki nima deydi? Shu Polsha haqida yo bilmadim, bir interaktiv videolar qilganim yaxshiroqmi? Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, o'qishlarga, ishlarga omad.